Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana biz hozir Samarqand viloyat Urgut tumanida Pochvon mahallasidamiz. Hozir mana shu Pochvon degan dong ketgan pechkalarni aynan ishlab chiqaradigan zavodiga yetib keldik. Mana hozir akamiz bilan suhbatlashamiz, narxlarini, qulayliklarini akamiz bizlarga bir qator tushuntirib o'tib ketadi. Assalomu alaykum aka. Qani, faqat biz boshdan tushuntirib. Mana bu pechkamiz ikki devorli o'rtasiga qo'yiladi. Ikkita maydaroq bo'lgan xonalarda yaxshi isitib beradigan bitta o'qdan ikkita piyonni urishgandek kerak. Mana bu pechkamiz suvlik pechka, nejdevikali. Xuddi samovarda yasalgan. Bundan ikkita batareyagacha foydalansa bo'ladi. Hammomni o'ziga qo'yib, o'zini suvidan ham foydalanadi. Narxlarini ham qancha litr suv olishini? Mana bu 850 ming so'm. Kraskalangan holatdagisi 1 million so'm. Buni yoniga tosh qo'yilayotgan sharoitlar qilib beriladi. Cho'tka qilib kraskalanib, turba qayerdan qo'y desa, o'sha sharoitlarni qilib beramiz. Bular 1 million 800, 1 million 900 1 million 800, 1 million 900 ming. Keyin mana bu ham ikki devorli o'rtasiga qo'yilayotgan pechkalarimiz. Bitta pechka bilan ikki xonani isitish qulayliklari. Yonilg'i turi qanaqa bo'ladi? Yonilg'i turi? Yonilg'i o'tin, ko'mir, gaz, любой turga ketaveradi. Universal. Universal. Xohlagan narsa. Endi mana bu ham hammom pechka deyiladi. Suv yoshi ulug'roq odamlarimizga pechkani ustiga taxir qo'yib, yo bir narsa qo'yib suv isitish shart emas. O'ziga 30 litrgacha suv tayyor turadi. To'g'ri suv deydimi, boshqa deydimi, shu o'zimiz qulayligi nimalari. Endi mana bularimiz duxovkalik pechka deydi. Mana shu qismdan yuqorisi ham bir pechka deb hisoblanadi. Bundan ba'zi bitta issiqlik berayotgan bo'lsa, mana bundan yuqorisi ham bir issiqlik. Ikki vayno issiq beradi. Kattaroq xonalarga qo'ysa, katta xonalarni isitishga ham qulayliklari bor. Endi mana bu narsa toshlik pecha, hammomga. Hammom baniyalarga qo'yiladi. Razdivalkadan qo'yiladi. Bo'lmasa tashqaridan qo'ysa ham bo'ladi. Umuman hammomning ichiga dud yo bir nima o'zi vakuum pechka bo'lmaydi ham. Просто o'sha qulayligi stinkadan qo'yiladi. Stinkadan qo'yilgandan keyin ichkariga nima bo'ladi? Mana bu yerga tosh keladi, farq. Bu ham managa dekoratsiyamizni bilasiz. Tushunarli. Endi mana bularga kelayotgan bo'lsa, bular mayda pechkalarimiz. Mayda pechkalarimiz bular ham 8 ga 3, 8 ga 7, 4 ga 5 xonalarda chotki qilib isitib berayotgan narsalar bular. Rasxodi qanaqa bo'lardi o'rtacha? Aka odamning o'zini qo'liga, masalan, 4 ta o'tin turib 1 soatga xonani 5 minutga temperaturani masalan zo'r qilib isitib olib, mana bu tagidagi masalan bizga mana shu narsani masalan surib xuddi shuni ochib boraversa temperatura ko'tarilib boraveradi, yopib boraversa kamayib boraveradi bu narsa. Tushunarli. O'zini xodiga yonadi yopgan vaqtingizga. O'zini xodiga yonadi. Shu bu faqat havo mana shu yerdan oladi. Boshqa joydan dud chiqish, umuman bunaqa narsa yo'q. Yoqimsiz hidlar bunaqa bo'lmaydi, ha? Faqat bu yerdan, mana shu yerdan shuni tortgan vaqtingiz faqat ichkariga havo tortib surib beradi, oborot bo'ladi. Mana bu endi uzunroq variantlarimiz. Necha uzunligi? Bu 80 1 metrgacha ketaveradi-da bular. Endi undan qisqaroq mana bu kaltaroq razmerlarimiz 50 lik razmerlarimiz bor. Shuni narsa, lekin effekt bir xil narsa beradi hammasi. Undan keyingi juda ham qulayliklari bor. Narxi 2,5 million so'm sotilyapti. Devorli 2 devorli o'rtasiga qo'yiladi. Ikkita uyni isitib beradi. U ham masalan katta xonadonlarga emas, masalan ikkita, bittasi 4 ga 5 deylik, bittasi 4 ga 6. Shunday xonalarni cho'tka isitib beradi. Rasxod pashti bitta mana shu pechkani, mayda pechkalarimiz rasxodi. Bularning metalining qalinligi nechilik bo'ladi? 3 lik stinkalik leslar ishlatiladi. 3 lik mayda pechkalarimiz 2 dan boshlab turib 2,5 gacha bor. Kattalardagi stinkasi 3 lik lesdan yasaladi. Leslaringiz mana bu, ha? Mana bu pachka o'zi rossiyskimi bu nima deydi? Aka rossiyskiy leslar. Rossiyskiy spesialniy leslar. Ama ichkarida zavod ishlab chiqarish juda katta ob'yomda ham zakaz bo'lsa, viloyatlarga qabul qilaverasizlar, to'g'rimi? Telefon nomerni aytib o'tib keting. 93 lik 236 76 01. 93lik 236 76 01.
bemalol Jasurxo'ja akamizga telefon qilaveringizlar. Faqat kunduzi telefon qilingizlar iltimos, kechasi biz o'taqmaymiz. Kechki 8gacha. Ertalabki 8 dan kechki 8 gacha. Jasurxo'ja aka, ishingizga omad. Xudo xolasa, bizlar podpischilardan kelib qolsa, kelishtirib beriladi. Dastavkalar viloyat bo'yicha dastavka почти tekin. Aha. Boshqa nimalarga chiqayotgan joylarga, masalan, boshqa oblastlarga bo'layotgan bo'lsa, kelishilgan holatga yetkazib beriladi. Samarqand viloyati bo'yicha tekin ekan, boshqa viloyatlarga kelishilgan holda. Tojikistonga ham chiqarib yuborasizlar, ha? Tojikistonga ham chiqariladi. Tojikistonga ham chiqarib yuboriladi. Rahmat akalar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Aziz kuzatuvchilar, Qochon mahallasi, mahallani pashti 3dan 1 aholisi mana shu pechka hunari bilan, temirchilik bilan shug'ullanadi. Mana shu pechkalar mana shunaqa moshin bu qo'shni viloyatlarga, qo'shni davlatlarga ham ketaveradi. Juda effektivni, juda yaxshi ishlangan pechka. Manzil o'sha Samarqand viloyati Urgut tuman Qochon mahallasi.